Davom etamiz. Bugungi kunda giyohvandlik nafaqat bir shaxs yoki bir oilaning, balki butun jamiyatning xavfsizligi va kelajagiga jiddiy tahdid solayotgan global muammoga aylangan. Bu illat inson salomatligi, taqdiri va orzularini poymol qilib, uni jinoyat va pushaymonlik sari yetaklaydi. Ayniqsa yoshlar va ayollar orasida giyohvandlikka moyillikning ortishi muammoning yanada chuqurlashib borayotganidan dalolat beradi. Navbatdagi lavhamizda giyohvandlikning ayanchli oqibatlari va bu illatdan ogoh bo'lish zarurati xususida so'z boradi. O'tadi kuningiz. Faqat ko'chada oldin ketgan vaqtingizga achinasiz, oilangizni sarson qilganingizga. 25 yoshli Komila jinoiy javobgarlikka tortilib 2 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Aqidaparast domlalarning ma'ruzalarini eshitib, aqidaviy noto'g'ri oqimlarga tushib qolganman. U hayotidagi eng muhim davr, o'qish, bilim olish va kelajakka poydevor qo'yish o'rniga noto'g'ri tanlov sabab pushaymonlik bilan to'la yo'lni bosib o'tdi. Men ularning qo'lida qo'g'irchoq bo'lganman ma'lum bir muddat. Mendan manfaat ko'rishdi deyolmayman, ulgurmay qolishdi. U joylarda biz qidirgan narsalar yo'q. Shariat hayoti deb va'da berishadi, unaqa narsalar yo'q. Ularning o'zlari ham unaqa hayotda yashashmaydi, chunki men qamalib bilmayman, yoqqa borib yashab kelganlar bilan gaplashmayman, eshitmayman, aytib berishadi. Musulmonni o'ldiradi. Bir-birlarini o'ldirishsa, ular qanaqa musulmon? U dastlab arab tili darslariga qatnashgan. Biroq bu darslar orqali u aslida o'ziga mutlaqo notanish bo'lgan shaxslar yig'ilgan guruhga kirib qolgan. Bu guruhda Afg'oniston, Suriya kabi davlatlarda yashayotgan, dinni noto'g'ri talqin qiluvchi kimsalardan saboq olgan. Aynan shu g'arazli ta'sirlar natijasida u yot diniy oqim domiga tortiladi. Turkiyagacha bordim. Hijrat qilmoqchi bo'lib. Tanishlarim orqali, Qozog'iston, Rossiya orqali. Eng achinarlisi, o'z hikoyasida ota-onasini ham shu oqimga da'vat qilganini tan oladi. Ota-onam qaytgan bu yo'lingdan deyishganda eshitmaganman. Da'vat qilganman ularni. Qilmoqchi bo'lganman. Bugun esa yangi yo'llik bu qiz harakatlarining og'ir oqibatlarini chuqur pushaymonlik bilan eslaydi. Pushaymonligim ota-onamni aytganini qilmaganimda. Ota-onam qadriga yetmagan. Bu yer xato qarorlar manzili. Bu manzilda vaqt juda sekin o'tadi. Afsus esa mahkumalarni har daqiqa ta'qib qiladi. Mahkumalar bu manzilni bir kun kelib tark etishi mumkin, ammo o'tmish xotiralarni unutish oson emas. 19 yoshimda hali 20 ga kirmasimdan qamaldim. Andijon shahrida tug'ilgan Habibaxon Abduvohidova ham hali maktabni o'qib yurgan paytdayoq diniy oqim ta'siriga tushib qolgan. Uning taqdiri Komilaning taqdiriga o'xshash. Eng alamlisi bu kabi holatlar ayrim yoshlar qanday osonlik bilan aldov va soxta g'oyalar qurboniga aylanayotganini ko'rsatmoqda. 17 yoshimdan keyin o'zimning qo'limda shaxsiy telefonim bo'lgandan keyin internetga kirib shu narsalar boshlanib ketdi. Ma'ruza tashlandi. Eshitganman, eshitib turib keyin ma'ruzasi yoqib qolgan menga. Internetda qizlar bilan tanishdim. Har xil shunaqa diniy mavzuda gaplashib, boshida meni tushuncham bo'lmagan noto'g'ri g'oyalar, noto'g'ri oqimlar haqida taxalluslar bilan ismini o'zgartirib keladigan qizlar bilan birinchi gaplashganman-da internetda. Bir qarashda oddiy qiziqish yoki foydali ma'lumotdek tuyulgan kontent aslida qonunga zid, xavfli g'oyalarning tarqalishiga xizmat qilayotganini ko'pchilik anglab yetmayapti. Eng achinarlisi, bunday videolar orqali ayrim yoshlar ongiga asta-sekin yot g'oyalar singdirilib, oxir-oqibat ular terrorchilik tashkilotlari domiga tortilib qolmoqda. Asli o'zbekistonlik hozirgi vaqtda Misrda istiqomat qiladi. Hattoki keling Misrga, mana ilmga sharoitlar mana zo'r deb turib videolarni tashlardi. Baribir sizga qiziqtirgandan keyin voy shunaqa qanaqa ekan deb qiziqasiz. Meni chaqirgan odamlar o'zlari ham bir qo'g'irchoq. Eng yomoni bunday taqiqlangan videolarni ko'ra ayrim yoshlar o'zlari ham sezmagan holda yot fikrlar ta'siriga tushib qolyapti. Internetda gaplashgan qaysi qizlarim bo'lsa, ularda kanallari bo'lardi diniy. Keyin kanal ochdim, men ham ochishni boshladim. O'sha o'qiyotgan darsliklarimdan bo'lsa tarqatish kerakligi haqida bizga tushuncha berilganligi uchun, demak shu narsani tarqatish kerak ekan deb turib, noto'g'ri g'oyadagi oqimdagi insonlarning nimasini tarqatib qo'yganman.
Bu ikki hikoya hech bir ota-onani befarq qoldirmasligi lozim. Farzandingiz kim bilan muloqotda? Telefonda nima ko'ryapti? Qaysi videolarni tomosha qilib, kimlarni eshityapti? Mana shu savollar har kuni ota-onani o'ylantirishi kerak. Chunki yot g'oyalar ko'pincha ochiqchasiga emas, foydali ma'lumot, dars, maslahat niqobi ostida kirib kelyapti. Ikki qizning taqdiri shuni ko'rsatadiki, o'z vaqtida aytilgan so'z, berilgan e'tibor va nazorat ko'p fojialarning oldini oladi.